Assalomu alaykum kanalimizning UFC ishqibozlari. Bugun sizlarning e'tiboringizga juda ham qiziqarli va ajoyib videorolik tayyorlab qo'yganmiz. Demak, bugungi roligimiz agarda ushbu sportchilar jang qilishsa loyihamizning navbatdagi soni bo'ladi. Bugun UFC jangchilarini titratgan ikki tengi yo'q jangchilar bo'lmish rossiyalik yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov va kanadalik ikki vaznning sobiq chempioni bo'lmish Jorj St-Pierre'ni jang qilish usullari va tana parametrlarini solishtirgan holda bu jangchilardan qay biri kuchli va jang bo'lganda qay biri g'olib bo'lishini solishtirib chiqamiz. Barcha jangchilarning orzusi bo'lgani kabi Habibning ham hali ushalmagan orzusi bor. U UFC'da ikki vazn chempioni Jorj St-Pierre bilan jang qilish umidida yashamoqda. Ammo baxtga qarshi Jorj St-Pierre bu yil o'z karyerasini tugatdi va boshqa jang o'tkazmasligiga qaror qildi. Mendan so'rashingiz mumkin. Demak, Habib o'z orzusiga yetisha olmas ekanda deb. Habib ushbu jangni albatta qo'lga kiritadi, lekin Jorj St-Pierre'ni oktagonga qaytarish uchun juda ham katta mablag' kerak va shundagina ushbu jangchi o'z fikrini o'zgartirishi mumkin. Mana shuning uchun Habib shu yilning o'zida ikkita jang o'tkazmoqchi va bu janglar uchun raqiblar ham tayyor. Birinchi aniq bo'lib turgan raqib bu shu yilning 7-sentyabr kechasida bo'ladigan jangda Habib bilan kamar uchun jang qiladi va uning ismi Dustin Poirier. Ikkinchi jangda unga raqib menimcha Tony Ferguson bo'lsa kerak. Va mana 3-chi, ya'ni 30-chi yakuniy jangga raqibni uni o'zi tanlashga haqli bo'ladi. Habib UFC tashkilotidan unga raqib sifatida Jorj St-Pierre'ni so'raydi va UFC tashkiloti St-Pierre'ning UFC'ga qaytishi va Habib bilan jang olib borishi uchun unga og'zidan chiqqan pulni berishadi. Habib o'z orzusiga yetish uchun yana biroz ter to'kishi kerak. Habibning otasi ushbu jangchi haqida shunday degan: Честно говоря, я хотел бы видеть бой Сен-Пьер и Хабиб в Эмиратах. Люди хотят видеть это два стиля. А это возможно? Почему нет? Даже и вопроса нет. Keling do'stlar, dast avval Jorj St-Pierre haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Jorj St-Pierre Kanada sharafini himoya qiluvchi UFC'ning yarim o'rta vazn chempioni. O'z davrida yarim o'rta vaznning eng aqlli va ko'p qirrali jang uslublari bilan tanilgan. Raqiblari uning usullarini o'rganishga har qancha urinishmasin, baribir u har qanday raqiblarini qiyinchiliklarsiz yenga olgan. St-Pierre har bir jangida sovuqqonlik bilan emas, balki ziyrak, aql idroki evaziga g'alaba qozongan. Shuning uchun uni UFC'ning matematik deb atashadi. Ushbu jangchi UFC yarim o'rta vazn chempionlik kamarini 9 marta himoya qilgan va shundan so'nggina o'z karyerasiga yakun yasagan. Hamma sportchilar kabi St-Pierre ham janglarsiz zerika boshladi va yana oktagonga qaytishga qaror qildi. Bu safar u o'zining yarim o'rta vazniga emas, balki undan ham qiyinroq bo'lgan o'rta vazn toifasiga qaytdi. O'rta vazn toifasidagi birinchi jangidayoq chempionlik kamari uchun jang qildi. Ushbu titul jangni Michael Bispingga qarshi o'tkazdi. St-Pierre'ning yarim o'rta vaznda o'ziga munosib raqiblari qolmagani sababli o'rta vaznga o'tishga qaror qilgan. Eng qizig'i, ko'plab jangchilar katta vazn toifasiga o'tayotganda shunchaki semirishadi. Lekin St-Pierre o'rta vazn toifasiga to'g'ri kelish uchun maxsus oqsilli dietada o'tirgan va shuning hisobiga u o'z tezligini yo'qotmagan. 2017-yilning 4-noyabr kechasida St-Pierre Michael Bispingga qarshi oktagonga chiqdi va Michaelni bo'g'ish uslubi orqali mag'lub etdi. O'rta vazn chempionlik kamarini qo'lga kiritgach, u ushbu kamarni himoya qilishga qiziqmadi. St-Pierre'ning fikr va xayoli yengil vazn toifasi chempionlik kamarini qo'lga kiritish edi. O'sha paytlarda yengil vaznda Conor va Habib hali jang qilishmagan edi. Shu sababli St-Pierre Conor va Habibning janglarini kutgan. Maqsad chempion bilan jang qilish bo'lgan. Ammo UFC tashkiloti rahbariyati o'rtasida kelishmovchiliklar bo'lgani sababli St-Pierre yana faoliyatini yakunlashga qaror qilgan. Lekin Habib va millionlab muxlislar St-Pierre'ning qaytishidan umidvor. St-Pierre faoliyatini yakunlagani bilan jismoniy mashg'ulotlarni bir lahzaga ham to'xtatgan emas. U har doim jangga chiqishga tayyor. Qani bo'lmasam do'stlar, St-Pierre'ning imkoniyatlarini sarhisob qilib o'tsak. Uning kuchli taraflaridan biri chidamlilik va jang qilish taktikasining o'zgachaligi. St-Pierre o'z sport karyerasida jami 28 ta jang o'tkazgan bo'lib, shulardan 26 tasini g'alaba bilan va 2 tasini mag'lubiyat bilan yakunlagan.
Shu 26 ta g'alabalarning 14 tasini muddatdan ilgari yakunlagan. Keling endi bu ikki jangchilarni gavda o'lchamlarini solishtirsak. Sampyerning bo'yining uzunligi Habibdan 2 sm ga uzunroq va qulochi 16 sm ga uzunroq. Bu esa jang paytida Habibga ma'lum bir qiyinchiliklar keltirib chiqarishi mumkin. Habib Sampyerdan 7 yosh kichik. Chidamlilik ko'rsatkichlarini solishtiradigan bo'lsak, Habib 5 raundli jangga hech qanday qiyinchiliklarsiz chiday oladi. Buni biz bir necha bor guvohi bo'lganmiz. Sampyerga keladigan bo'lsak, u o'rta va yarim o'rta vaznlarda chidamlilik borasida hech qiynalmagan, lekin Habib yengil vaznda jang qiladi. Agar Sampyer yengil vaznga tushadigan bo'lsa, o'zini qanday ko'rsatishi bizga noma'lum. Lekin men Sampyerni yengil vazn toifasida chidamlilik tarafdan oqsab qolmasligiga ishonchim komil. Endi bo'lajak jangni tahlil qilsak, 100% ishonch bilan aytishim mumkinki, ushbu jang juda qiziqarli bo'ladi. Sababi bu ikki jangchilar kurash va parterda ishlash bo'yicha o'z ishining ustalari. Sampyerni UFC tarixida parterda ishlovchi eng kuchli jangchi deb bilishgan. Sampyerning fikricha, Habib u uchun parterda ishlovchi eng kuchli va qiziqarli kurash uslubiga ega UFC jangchisi. Yana bir qiziq fakt. Sampyer UFCga karatedan o'tgan, biroq qisqa vaqt oralig'ida kurashni professionallarday o'zlashtira olgan. George Sampyer o'z raqiblarini bir yoki ikki oyog'idan tortib parterga yotqizishni va parterda yotgan paytda raqib qo'llarini og'rituvchi uslublarini bexato bajargan. Agar Sampyerning raqibi parterda uning tagiga tushib qolsa, raqibga faqat jangni tugaganligi to'g'risidagi signalgina raqibni bundan qutqarishi mumkin. Buning barchasi sizlarga qaysi UFC jangchisini eslatmoqda? Bu usullarning barchasini Habib hech qanday qiyinchiliklarsiz uddalay oladi. Habib parterda raqiblarga hech qanday imkoniyat qoldirmaydi. Habibning parterga yotqizish usullarini o'zingiz bir ko'ring. Shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up. In my town and I'm pulling up. Ready for anything, anyone. Know that I. Bu yerda bu ikki jangchidan kimning kurashi kuchli ekanini aytish qiyin. Agarda Habibning yoshini hisobga olib solishtiradigan bo'lsak, u holda 60 ga 40 ustunlik Habib tarafda. Endi bir o'zingiz o'ylab ko'ring. Sampyer yoshligidan karateni o'rgangan bo'lsa, Habib kurash tushib katta bo'lgan. Ana endi roligimizning yana bir qiziq nuqtasiga ham yetib keldik. Tik turib jang qilishni solishtirsak. Dastavval Habib haqida bir og'iz gap. Habib yil o'tgan sari o'zi ustida, ya'ni qo'l zarbasi ustida shug'ullanib kelmoqda. Oxirgi paytda Habibning qo'l zarbasining kuchi sezilarli darajada o'zgargan. Bunga misol qilib Habibning Conorning jag'iga yo'llagan qo'l zarbasini eslashingiz mumkin. Sampyerni tanishtirishdan oldin uni karatedan UFCga o'tgan deb bekorga aytganim yo'q. Uning tik turib jang qilishi juda ham kuchli. Buni uning o'tkazgan janglarini ko'rganlar bilishsa kerak. Sampyer ko'plab janglarida aql bilan yondoshganligi va qo'l zarbalarining ko'plari kuchli bo'lgani sabab u janglarni muddatdan avval yakunlagan. Tik turib jang qilishda bu ikki jangchilardan Sampyerning imkoniyatini ko'proq deb o'ylayman. Barcha tahlillarimizni umumlashtirgan holda ushbu bo'lajak jangda men Habibni g'alaba qilishiga ishonaman. U bu g'alabaga parterda berilgan zarbalar evaziga erishishi mumkin. Biroq bu Habib uchun juda ham qiyin vazifa bo'ladi. Albatta, oldindan aynan kim g'alaba qozonishini aytib bo'lmaydi. Buning barchasini vaqt ko'rsatadi. Do'stlar, agarda ushbu tahliliy roligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, o'zingizni shohona laykingizdan ayamaysiz degan umiddaman. Kanalimizga birinchi bor kelgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan UFC yangiliklarini yetkazib beruvchi siz sevgan Vodiy TV kanali edi. Ko'rganda ko'rishguncha.